Assalomu alaykum, kanalimiz a'zolari. Yo'l chetidagi yozuvlar turkumidan. Qarang, sut aynisi qatiq, suzma, pishloq bo'ladi va bu narsalar sutdan qimmatroqdir. Uzum aynisi esa sirka bo'ladi. Sirka ham uzumdan qimmatroq. Demak, sen bir xato qilib o'zingni yo'qotib qo'yma. Bir xato bilan qadrsizlanib qolmaysan. Xatolar tajriba bo'lib, seni toblaydi va chiniqtiradi. Shu bilan oldingidan ko'ra qadrliroq odamga aylanasan. Masalan, Kolumb bir xato qilib Amerikani ochgan. Aleksandr Fleming esa bir xato qilib pensilinni kashf etgan. Demak, xatolaring seni ortga tortmasin. Kamol sari borish uchun faoliyatning o'zi yetmaydi. Xatolardan saboq olish ham muhim. Xatolardan qo'rqmanglar azizlarim. Ulkan ishlar sizni kutib turibdi. Olg'a qadam tashlayveringlar. Qadrlilarim, omon bo'ling.